Birga gaplashib makiyaj qilaman. Birinchi marta bu videoda kiprik va blesk suryapman. Keyin kosmetika oldim. Orasida eng qimmati shunisi bo'ldi. Lekin rosa yoqdi. Kojani prям zo'r namlab berar ekan. Endi men ham professional makiyajlar qilaman. Kecha Maybelline'dan konsiler oldim. Surib ko'raman. Shiglemdan tamak oldim. Bilmay to'g'ri keladimi yo'm rangi. To'g'ri kelmayarkan. Mayli, uyga makiyaj qilaman. Menga bu tonka yoqdi. Rangimga tushib ketdi qizlar. Och bo'ladi deb o'ylagandim. Menga nravится. Hech nima qolmadi yuzimda. Qaranglar, men butik qilganim uchun загорелый, chiroyli qiz bo'lib qoldim. Men bunaqa stig olgandim. Rosa chiroyli, svejiy qilib qo'ydim. Menga yoqdi. Road rumianasi. Men ham beauty bloger bo'lib ketyapman qizlar. Shunaqa makiyaj qilayotgan blogerlarga qarab, "Voy xudoga shukr, men tabiiy go'zalman" derdim. Menga makiyaj qilish umuman kerak emas derdim. Baribir ham turmush chiqqandan keyin ayol kishi makiyaj qilishni bilish kerakligini tushundim. Har joyga krasavits bo'lib, o'zingizga ishonchingiz oshib, zo'r bo'lib borasiz. Chunki makiyaj qilishni o'rganinglar qizlar, turmushga chiqishdan oldin. Bunaqa kiprik olgandim. Ayollarmikiman. Sizlar bilan birga qo'yamiz. Hozir ketyapsizmi? 15 kun jonim. Hayb qilaman ekan, deding. Siz uchun sabr qilaman jonim. Rahmat ketayotganing uchun deya hayotim. Xayr olamani. Bunga klit qilib oldim. Qaranglar qizlar. O'xshadi. Birinchi marta yopishtirishim. Men hayratdaman. Oldin mana bunday mo'ylovlarim bo'lardi. Blesk sursam, xunuvga yanada xunaytirardi. Endi esa katta bo'lib mo'ylovlarim olib, bemalol blesklarni sursam bo'ladi. Birinchi mehmonimga bitta like qo'yib keting. Siz uchun harakat qildim.